Assalomu alaykum akalar. Bugungi videomiz havola M6 motorini sepana markasi haqida bo'ladi. Motorimiz 1.5 turbina bo'ladi. Bitta mansli bo'ladi. Mansli bitta shiftda bor, bittasi oddiy shiftli bo'ladi. Tepa mallarimiz surish holati shunaqa bo'ladi. Hop, birinchi metkamiz mansli o'zida bo'ladi. Qora sep bilan belgilangan bo'ladi. Ikkinchi metkamiz ham ko'rayotganimiz shift o'zida va qora sepda bo'ladi. Pasi ham shunaqa oddiy holatda qo'yiladi. Pasini holati mana. Pasida qora sep bor, valda o'zi kuchugi bor akalar. Shuni oldinga shovqin bo'lib qoldi. Har motor ochganda, galgi ko'rsatayotganda iloji bo'lsa, sep bilan uspoqaytirib, yangi qo'yib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Sep sog'aygandan keyin uspoqaytirib, shundan shunday chiqarib, qo'l bilan ozgina surib qo'ysak, yaxshi bo'ladi. Sepimiz sal taranglashib. Bo'ladi akalar. Metga sholatib qo'yiladi.